Assalomu alaykum aziz muxlis. Trampning odami Putin bilan gaplashish uchun Rossiyaga bordi. AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff bugun Rossiyaga yetib bordi. Buni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham tasdiqladi. "Ha, tasdiqlayman, u haqiqatan ham yetib keldi", deydi Peskov. Uning qayd etishicha, agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika yetakchisining maxsus vakili bilan uchrashsa, Kreml o'z vaqtida ma'lumot beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh prezidentining maxsus elchisi Steven samolyoti Sankt-Peterburgga qo'ngan. Samolyot Fort Lauderdale xalqaro aeroportidan havoga ko'tarilib, Sankt-Peterburgdagi Pulkovo aeroportiga qo'ngan. Agentlik Pulkovo operativ xizmatlaridagi manbasi samolyot Amerika elchisi bilan kelganini tasdiqladi. Amerikaning portali ham manbalarga tayanib, Yotfen prezident Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Rossiyaga ketayotgani haqida xabar bergan. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti va Trampning maxsus vakili mart oyi o'rtalarida Moskvada uchrashgan edi. Ular tinchlik haqida kelishuvni